Namuchi millada itvachcha. Yutqazsa o'zini ham yomon qilaman. Hech bunaqa holatga tushmagandik. Hali hech qanaqa holatga tushganimiz yo'q. Sharaf, anu itvachchani olib chiq. Biz yutqazdik. Zaksga bo'ladigan bo'ldi. Qilgan mehnatimga ham, bergan ovqatimga ham achinmayman. Obro'yimga achinaman. Sharmanda qilding mana. Jo'r aka. Shu jonivorni tepmang. Undan ko'ra so'ying aka. Endi nima qilishimni o'zim bilaman, tushundingmi? Aql o'rgatma. Bir narsaga kelishdik aka. Kesa 4 kilo 5 kilo keladi. Men sizga-chi 5 kilo go'sht pulni beraman. Go'shtni ham menga harom. Shu xo'rozni menga bering aka. Ol shu axlat senga. Shuhrat, ko'tar. Hisob. Pulni ol, qarzingni berib yuborasan. Qayda ketding? Ahvolni qara, zo'rg'a nafas olyapti. Kechish yo'q. Men o'zimga keltirib olaman. Ha, qilishga yaramaydi baribir. Ha, hali o'zing ko'rasan. O'zing qara. Bu yutkizgani yo'q. Faqat kuchi yetmadi xolos. Nima qilasan buni olib? O'lib qolsa nima bo'ladi? O'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aralashma, indamay qo'y. Sekin, jim, xolos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. O'zim seni sotib qo'yaman.